O'zim musofir yurtdaman, ota-onamni, aka-ukalarimni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Qanday qilib bu joydan turib ularda joylarini bron qilishim mumkin degan obunachilarimiz, xudo xolasa bugungi videoda savollaringga javob olishlaring mumkin bo'ladi. Albatta musofir yurtdan turib ham joylarini bron qilishingiz mumkin. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, shu savollaringizga javob olasiz. Bugun Abdug'offor akani oldiga xudo xolasa Hakimat Travelga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz obunachilar uchun endi aka narxlarda boshidan tanishtirib bersangiz, keyin haligi savolni javob berasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, obunachilarimiz uchun Farg'onadan reyslarimiz bor. Farg'onadan 23-avgust kuni bor, 29 va 30-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Biz Toshkentdan uchmoqchimiz degan obunachilarimiz uchun avgust oyiga Toshkentdan har kuni kun ora reyslarimiz bor. Aloqaga chiqaveringlar, oyda oxirigacha bemalol qilib beramiz. Xudo xolasa narxini $965 qilib beramiz. Yo'q, biz Toshkentdan sentyabr oyiga boramiz deydigan obunachilarimiz uchun xo'p, 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari Toshkent reyslarimiz qo'yilgan. Buni ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Biz vodiydan sentyabr oyiga bormoqchimiz degan obunachilarimiz uchun Namangan reyslarimiz qo'yilgan. Buni kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari o'sha joylarni qanday bron qilishadi musofirda turganlar deganlar uchun xo'p, shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol o'sha zagram pasportlarni tashab bersalaring bo'ldi. Qolganini o'zimiz qilamiz, joylarni bron qilib, kunlarini aytasizlar, o'sha kunlariga to'g'irlab, hamma yo'lni chiroyli qilamiz, aeroportga kelib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r, imkoniyatlar bor, xudo xolasa. Imkoniyatlar bor. Zo'r, endi aka borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlari Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastinisalarimiz uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Joylashuvlar, gastinisalar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Aeroportdan 50 boshi iloji boricha birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mga bejik beriladi va 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.